Miraj şirketining Urumchidagi Qarma yo'lida va Yan'an yo'lidagi G'olibiyat ko'chasida Cho'ng Miraj, Kichik Miraj deydigan ikki restoran bor bo'lib, bu ikki restoranda taxminan 200 dak ishchi xizmatchi ishlaydi. Bu yil yozda doiralarning Cho'ng Kichik Mirajni birdek pechatlab, uning ikki sherikini tutgan qilganligi, mazkur shirkatning Abduzoir Hoji Muhammad qatorliq ba'zi sheriklarining chet elga chiqib panolanishga majbur bo'lganligini egilagan. Növətdə Xitay dairələrinin Xitayning davlat ichi sirtida dong chiqargan bu restoranni pechatlab, uning xo'jayinlarini tutqun qilishi bilan cheklanib qolmaganligini ilgari surmoqda. Chet elda turishliq mazkur restoranga aloqador bir xodimning bildirishicha, u yaqinda ishonchli manbalardan doiralarning mazkur restoranda ishlaydigan 200 dak ishchi xizmatchisini birdek tutqun qilganligiga doir uchurga erishgan. Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga yurgizayotgan dahshatli bostirishlar xalqaroning diqqat e'tiborini qo'zg'ayotgan bir paytda 19-dekabr kuni Washington Pochta gazetida qayta yuz bermaydi deyilgan ishlar qaytadan sinab qilinyotdi. Sarlaviylik tahrirot maqolasi e'lon qilindi. Mazkur maqolada Uyg'urlarning o'z vatanida sababsiz tutib turish lagerlariga qamalilayotganligi, majburiy emgakka selinayotganligi hamda madaniyat, til jihatda assimilyatsiyaga uchrayotganligidek bir qator zulmlar ixcham va kuchlik iboralar orqali to'liq echib berilgan. Maqolada yana Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligida asosli rol o'ynaydigan Xitoy amaldorlar yer shari magnitskiy qonuni bo'yicha jazolanganda shu xil lager sistemasiga hamdamda bo'lganlar uchun bir savoq bo'la oladiganligini ta'kidlagan. Maqolada yana Amerikaning siyosiy sahnasidagi bir muncha arboblar Uyg'urlar vaziyati haqida ovoz chiqarayotgan bir paytda Amerika prezidenti Donald Trumpning izchil sukut turib olishiga qarata savol qo'yilgan. Maqolada 2-dunyo urushidan keyin qayta yuz bermaydi degan tarixiy voqeaning bugun Xitoyda yuz berayotganligi, Trumpning Amerika prezidenti bo'lish sifati bilan bu masalaga cho'qim ko'ngil bo'lish lozimligi chaqirilgan. İki ülkelerden Xitay vilayetida qo'sh til ma'rifiga yordam berishga kelgan Liu Changxay, Zhaojiang ismli ikki Xitoy o'qituvchi nomida yaqinda Jungo Soda Xinjiang undidor to'pida bir murojaatnoma taqatgan bo'lib, buningda bizning bu yer bek namrat, maktabdagi bolalar kiyim-kechakka bek ehtiyojli, chunki ular bek namrat bo'lg'achqa kiyim-kechak va oyoq setib olmaydi ekan. Bo'libmi qishda bu yer 0 dan tuvan 7 gradusga tushib qoladi. Bir mezgildan keyin 15-16 gradusga tushadi. Balalarning kiydigini yana shundaq nepiz kiyim-kechak, oyoqlarining hammasi yirtiq, tüşük. Biz ma'rifga yordam berishga kelgan o'qituvchilarning hammamiz bek azoblandik. Men faqat bu uchurni taqatdim, yaxshi niyatli kishilarning yordamiga erishishni umid qilamiz deb yozgan. Bu narsalarning bu xil sistema va sharoitda zehni va psixikalik jihatdan zo'r zarbaga uchraydiganligi so'z temasi bo'lib qolmay, ularning jismoniy sog'lomligining kafolatga ega emasligi yangidan yana bir munozara nuqtasi bo'lmoqda edi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Altayning Qoba va Burjun noyalarida bir qancha yuz qozoq o'tir maktab o'quvchilarining tomoqlarida halol haromni surishti qilganligi va gumonliq tomoqlar ustidan norozilik bildirganligi uchun tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan edi. Muxbirimizning Altaydagi saqchi o'rinlariga qarta elib borgan telefon ziyoratlari davomida Altay shaharlik 1-o'tir maktab va Burjun noyalik 1-o'tir maktablardan bir turkum o'quvchilarning tutqun qilinganligi dalillandi. Tutqun qilinganlar orasida Burjun noyisining qo'ltiq bozoridan kelib o'qiyotganlardan 20 necha o'quvchining borligi ma'lum bo'ldi. Hozirgacha shaharlik 1-o'tir maktab va Burjun noyalik 1-o'tir maktablardan bir turkum o'quvchilarning tutqun qilinganligi dalillangan bo'lsa-mu, ularning tutilishining cho'shqi voqeasiga chetishlik ekanligi texi dalillanmadi. Ammo vaziyatdan xabardor kishilar bu tutqunning cho'shqi yeyishga bevosita yoki vositali shaklda majburlanishdan kelib chiqqanlik ehtimolligini ilgari surmoqda. Telefonni qabul qilgan xodimlarning tutqunlarning sababini bilib turib eg'izdan chiqarishga jur'at qilolmasligimi Otyor tashkilotining bu vaqtdagi uchurlarining to'g'riligini ishoratlamoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari qarshi harakatlar dunyoning boshqa mamlakatlari bilan bir qatorda Rossiyada ham elib berilmoqda. Yaqinda Rossiyaning Nastoyashi Verima Aziya axborot televiziya programmasi ana shunday harakatlarning biri haqida xabar e'lon qilgan edi.
Bu Markaziy Osiyo bo'yicha yangiliklar e'lon qilinib turadigan Rossiyadagi tonilgan televiziya kanallarining biri. 15 dekabrda Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Xitoy elchixonasi oldida yolg'iz kishilik namoyish uyushtirilib, uningda Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qarshilik bildirilgan. Mazkur namoyishga chiqqan tonilgan o'zbek huquq qo'g'dug'uchisi Markaziy Osiyo siyosiy ko'chmanlar jamiyatining prezidenti Bakram Amrayev va torbatchi Bakram Rahman navbatlashib, Xitoyning jazo lagerlariga qarshi so'zlar yozilgan varaqlarni ham oy yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib chiqqan. Bu varaqchilarda mundaq deyilgan: Xitoydan musulmonlar uchun yig'ilish lagerlarini yepishni talab qilamiz. Xitoy, yig'ilish lagerlarini yop, erkinlik ishiklarini och. Xitoydan musulmonlar uchun yig'ilish lagerlarini yepishni talab qilamiz.